Davleniyalarimiz tushib ketib, qornlarimiz ochiqqan. Ba'zi urg'a ujingacha yetib keldik. Pipilik 1 gram yog' qo'shilmagan ujin pishiramiz. Farshim yo'q bo'lgani uchun cho'rkadan grudinkani chiqarib, bitta tuxum chaqib, tvorog qo'shib olib, Bobur bilan ovqatlanishim esimdan chiqib ketibdi. Chunki ular bilan ujin qilsa 5 porsiya ko'proq qilishim kerak. Sizlarni ham turmush o'rtoqlaringiz 10 yil ovqatlanmaganday ovqat yeyishadimi? Go'shtimizni pripravalar bilan aralashtirib olib, patnisga solib, pitsa shaklini beramiz. Bugun neobычный ujinlardan biri bo'lar ekanda, ayol kishi o'lib ishlab kelsa ham uyda yana ish qiladi. Sovasiga o'tsak, bir qoshiq smetana, tuz, limonli kislota. Shuncha pasuda chiqyapti. Men ovqat pishiryapman. Bobur pasudani yuvib qo'ying o'zingiz endi. Shuncha iltimoslardan keyin kapustani bo'laklab olib, pomidor cheri bo'lmagani uchun tipa cheri qilib olamiz. Qizarib, pishib chiqqanini-chi buni. Umuman un qo'shilmaydi tvorog hisobiga. Souschalarimizni ustiga tashab, surib olib, kapustalar, pomidorlar, ideal dietический ужин. Buni yeb ham to'yasizlar, ham ozasizlar. Dieta to'g'ri ovqatlanish bu faqat grechka yeb o'tirish emas. Menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Hali bundan keyin ham chiroyli, shirin, sizlarga va oshqozoningizga yoqadigan retseptlar chiqaraman.